Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar azizlar? Bugungi sanamiz 2026-yil 3-iyun sanasi. Bugungi holatdagi pomidorlarimizni holati mana shunday. Xullas sotish bilan bo'lib, umuman bunga e'tibor bera olmay qoldik. Faqat uzib sotamiz. Tepasiga ham loyiqa sepgandik. Bir ajoyib qo'yib yuvib ketgani beri sepolmadik-da. Sotish bilan bo'lib. Keyin mana shunday kun urib to'ylayapti. Mana pomidorlar holati sotilaverib yana shuncha hosil bor. Mana yoqdan yana terilib kelyapti. Pomidorda balandga chiqqandan keyin shunday kattarganini ko'rgansizmi? Xo'sh. 1 2 mana 3 mana 4 mana 5 mana 6 mana 7 7-chi kist. Vaqtida e'tibor berolmayapman-da. Vaqtida e'tibor berolmadim, vaqt ajrata olmadim bularga. Shunday uzilib, jejibga yaxshi charilmay, mana shu qolgan holati. Mana pomidor. 5-kistda pomidor. Bir kilo oshi bo'lsa kerak. Xullas, nima demoqchiman? Agar loyiqa sepmasangiz, oxirgi kist bo'ladigan bo'lsa mana. Bu yerdan keyin 3talar bari qoldirsangiz yaxshi. Keyin mana bu ham charish kerak. Managa soya bo'lib turadi. Bo'lmasa unib qoladi ekanda. Mana ularga qarangda. Mana boshi bu yoqqa yotibdi. Sinib. Buni ham men ancha o'sgandan keyin, ancha o'sib ketgandan keyin aylantirib qo'yardim-da. Yo'q. Tez aylantirib, ko'proq aylantirib olish kerak ekan jipga. Ko'proq aylantirib olsangiz mana shunday. Qarang, buni qarang. Shunday bo'lib keyin aylanganda, shuncha uzoqlikdan keyin aylangan. Hosilni ko'tarilmay bukchayib qoldi mana. Buni tez ko'proq aylantirib o'tish kerak ekan. Bukchayib yotibdi. Hosilni ko'tarilmay ishib qolar ekan. Keyin bizda yana bitta xatolarimizdan biri o'tgan yilgi jipni qo'yganmizda. O'tgan yilgi jiplar juda ko'p uzilib, mana juda ko'p uzilib, ancha qiynadi odamni. Qayta baylab chiqamiz, yana uziladi. Yo'q, endi umuman unday ish qilmaymiz ekan. Pomidordan orttirilgan tajriba. Buni kam tez suvlash kerak, kaliyli ozuqalar berish kerak ekan hosilni kattartirishga. Keyin 0,234 temir, keyin gellardan qo'shib bersangiz, kaliy sulfat. Shunday ozuqalar bersangiz, mana shunday hosillar, tepasidagi hosillar katta bo'lar ekan. Qaysi do'konga pomidor olib borsam, bor mehrda pomidorga beribsiz-da. Mehrda sal kamaytiring, biz sotishga qiynalyapmiz. Katta pomidor tarozi qo'yishga qiynalyapmiz. Deyapti-da, taroziga keltirishga qiynalyapmiz deydi. Hosilni juda katta bo'lar ekanda. Mana shunday.
umuman qaralmay qoldik-da. Ming afsuski, bo'lmasa kun urmagan joylarni ham sotsak ancha-muncha bo'lardi. Hozir ham kun yomon emas. Bugungi kundagi narxlar esa bozorda 3,5-3 ming bo'lsa, do'konlarga olib borib beribman 4 ming so'mdan. Endi katta pomidor tortadi, mayda pomidordan ko'ra katta pomidor yaxshiroq. Buni kattaligi hammasi juda zo'rda. Faqat bitta bizni qiynagan tarafi qip-qizil bo'lmas ekanda. Qip-qizil mana shunday. Qip-qizil bo'lmagan sababi klientlar qizil emas ekanda deydi. Qizil emas ekanda deydi. Qizarish qiyinroq ekan. Endi qizartirishni o'zimiz bilmadikmi, bilmayman. Ko'rpachaga dimdirib qo'yapmiz ham. Ancha qizarishi yaxshi bo'lmadi. Lekin yaxshi daromad yaxshi bo'ldi. Hosildorlik juda zo'r bo'ldi.